28. bab. Kaçar, hiç kim qoğlumsumu yamanla, şirdek baturdur haqqaniyla. Köpiyer hükümdarla, günah köpeyse yurtta, muqimlik davamlışar, dana ve bilimlik hükümdar boğanda. Kembeğelni bozak kısa, oxşar ziraatlarni nobud qiladigan qara yomg'irga. Parvardigorning ta'limidan voz kechish yomonlarni maqtganlikdir. Uning ta'limiga amal qilish yomonlar bilan qarshilashganlikdir. Tushunmas, razillar adolatni to'liq tushunar, Parvardigorga talpinguchilar uni. Diyonet yolida mangan kambag'al kishi egri yo'lda yurgan boydan yaxshi. Aql o'g'ildir, Parvardigorning ta'limiga amal qilgan, otasini nomusga qoldirar, non qiplarga hamroh bo'lgan. Jazoni xo'rlik bilan boyligini ko'paytgan kishining boyligi kambag'allarga saxovat qilg'uchi uchun qalar oxiri. Parvardigorning ta'limiga kimki quloq solmasa, uning duolari mu yirkinchlikdir hatta. Durustlarni yomon yo'lga ozdirg'uchi tushar, o'zi qo'lgan o'rga. Pok diyonatlik mirosxo'r bo'lar yaxshilikqa. Donodur boy o'z nazarida, ayondir uning qandoqligi ziyrak kambag'alga. Jahonni qoplar, tantana, haqqoniylar huquq tutsa, odamlar o'zini qochirar, yomonlar hokimiyat yurgizsa. Ro'naq topolmas, o'z gunohlarini yoshirgan, rahim shafqatga erishar, gunohlarini iqror qilib qo'l uzgan. Baxtlidir, Parvardigordan aymangan hamisha, uchrar bo'yni qattiq baloyi ofatga. Yo'qsullarning ustidagi razil hukmdor, o'rkirab turgan shir, ov izlab yurgan eyiqqa o'xshar. Aqlsiz hukmdor qattiq zolimlik salar, harom boylikdan nafratlanganning ömrü uzurar. Qon to'kib, vijdon azobi tatquchi, pichib yurar o'lgicha, qilmasin uni hech kim himoya. Qutquzular diyonat yo'lida mangan, tuyuqsiz yiqilar egri yo'lda mangan. Yeriga ishlaganning qo'rsiqi to'q bo'lar. Quruq xiyol surgan to'limu yo'qsullikqa qalar. Erishar mo'l barakatga sodiq kishi, jazosiz qolmas boyliqqa erishishga oldirg'uchi. Biriga yon bisish yomondir. Biroq odam bir burda non uchunmi bunda gunohni o'tkazur. Och ko'z oldirar boy bo'lishqa, bilmay qolar u yo'qsullik tushishni o'z beshiga. Boshqalarning xatoliqiga tanbih berguvchi, xushomadsiga qaraganda ko'p himmat topar oxirda. Ata onasini bulab, yana bu gunoh emas degan bir qatorda sanılar jonga zamin bo'lg'ichi bilan. Jidal majra terar, ochko'zlik qilgan, ravoch topar, Parvardigorga ishonch bog'lagan. Ahmaqdir, o'z aqliga ishongan,
aman qalar danalıq bilən iş tutqan. Muhtajlıqdı qalmaz, namaratlağa xəyrixahlıq qılğan, nurğun lənətki qalar ulağını körməski sağan. Yamanla hukuk tutsa, ademle özünü kaçırar. Ula zaval tapsa, hakkaniyle hukuk tutar.